Assalom, men mud topdim. Ko'rasizlarmi? Let's go. Qilichda o'xshagan o'qlaligu ikkitali normal neyron ketkazadi. Bu esa avtomat bu ham yaxshi. Durbin soldatlarga o'xshagan. Bu esa qanot. Bu zo'ri. Endi esa kiyimlarni ko'rsatamiz. Branan. Bu esa кожаный branan. Bizuk. Кожаный branan. Qilich taxtali. Tapur taxtali, kirki taxtali. Bu esa lapatka. Bu ekan anaqasi. Endi esa zilesini o'tamiz. Mana endi esa temirli. Qilich o'g'liga o'xshagan. Tapur, kirki, lapatka. Bu esa qizigan narsa. Endi esa tillari birani. Bilasiz, bu palatka, anaqa, bu kirki, qilich. Normal. Endi esa olmos. Endi bu olmosni qilich, suli, tapur, kirki, palatka, yana o'sha qazidigan narsa. Endi esa nazarati, lapatka, anaqa, kirki, mana qilich, oluli, bu lavali. Endi esa qanot narsalarga o'tamiz. Endi esa o'q. Ko'ringlar. Qizil bo'ladi. Mana shunchalik uzoq. Bu ham arbalet, lekin boshqacha. Yo'q, ko'rsatmaydi buni. Bu shosha. Bu trezubich. Mana. Bu shu patroni. Jashitachi. Bu qanot. Imam Oli. Mana. Bu shu ikki barrel ketasayda qilich ham. Golem ham. Golem. Temir anaqa. Nima edi ismi? Zichini sinib ko'raylik. 1 2 3 4. Nima bu qiladi? Bu bir kunt. Lekin yaxshi qani? Chiq. Bo'ladi. Yoqdan bo'lsa like bosib qo'yinglar.